mazasiga aniq gap yo'q. Mana buni qaranglar, yopishib ketganmi? Bay. Hozir buni yeymiz. Bismillah. Voy buni mazasini. Bugun sizlar bilan saharlikka tuxumli non pishiramiz. Qani ketdik. Bizga kerak bo'ladi tuxum, sut va sir. Ozgina sut solamiz. Albatta bizga rozgun pripravasi kerak bo'ladi. 2 choy qoshiq. 1 qoshiq paprika. Va ozginagina tapkikola tuz. Nonimizni izi bo'yicha kesib olamiz. Ozgina yog' yetadi. Yog'imiz qizigandan keyin solamiz. Wow, sirli eribdi-yu. Endi olamiz. Kelinglar, birga yeymiz.